boshqa emas joyim yuragingda. Alo dadasi. Voy xotin. Chirog'imiz yana o'chdi. Voy. Menga qaralari, voy yaqinda to'ladim-ku. Dadasi, yana o'chib qoldi. Voy Nigora, xotin, 1 soat bo'ldi to'lab yuborganim. Ey, nima qilyapsan to'qqa? Ser sabzi qilib zo'r qilib suzib bering, bir kishilik. Maza qilib, Hozir. Dadasi, Voy, kerak. chirog'imiz yana o'chib qoldi. Voy, menga qara, onasi. Ha nima deysiz? Tashqari suv bo'lgandan keyin konditsionerni yoqamiz-da. Nima ishlayapti? Konditsioner? Voy, konditsioner emas, man ishlayapman bu yerda, man. Dadasi. Voy Nigor. Dadasi. Nigor! Dadasi. Voy dod! Jonga tegdigan pul to'las! Bunga yechim bormi? Albatta bor. Bu yangi Artel Shahrisabz konditsioneri. Full DC inverter motori yiliga 45% elektr energiyasini tejab beradi. Hatto 120 volt past kuchlanishda ham ishlayveradi. Ishlayveradi? Qoyil. Gap yo'q, olaman. Alo? Ha, onasi? Hamda bir qo'ng'iroq ham qilmaysan. Jim bo'lib qolding, onasi. Tiriymisan-la? Svet bormi uyda? Va qo'ng'iroq qilib turinglar. Esimdan chiqib oting nima edi? Muqaddas nima edi? Feruza? Ha, Nigora. Artel ishonchli va barakali.